Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom hajjul masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Mana birodarlar, muborak Ramazon oyida o'tiribmiz, muborak juma kunida o'tiribmiz. Baraka ustiga baraka. Inshaalloh Allohning fazli marhamati bilan birodarlar bugundan boshlab aqida darslaridan bir silsilani boshlamoqchimiz. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini inshaalloh sharhlaymiz. 60 tadan ko'proq bo'lgan bayt Moturidi aqidasiga ko'ra bitilgan aqida asari Alloh taolo foydali qilgan bo'lsin. Endi bu ayni shu asarni tanlashligimizning sababi hozir ko'rib turibsizlar, mana aqida masalasida ko'p talash-tortishlar, har xil fikrlar, har xil savollar, musulmonlar o'rtasiga kirayotgan har xil bir ixtiloflar, bularni bari mana shu aqida ilmida siz bilan bizni sayozligimiz, aqida ilmida yetarli bilimga ega emasligimiz sabab bo'lyapti. Siz bilan biz o'zimizning aqidamizni yaxshi o'qib o'rganar ekanmiz, siz bilan bizga u tashqaridan kelayotgan fikrlar xatarli bo'lmaydi. Agar bilmaydigan bo'lsak, o'zimizda bo'lmagandan keyin boshqa birovnikini olishga to'g'ri keladi. Lekin alhamdulillah o'zimizniki bor birodarlar. Bu 800 yildan ortiq muddat musulmonlarning qo'lida yaxshi ko'rib o'qilinayotgan va yodlanayotgan va juda ko'p sharhlar unga yozilgan kitob Badul Amolida inshaalloh o'qigan bo'lamiz. Va xususan siz bilan bizga, ya'ni yoqadigan va biz faxrlanishlikka arziydigan joyi shuki, bu kitobni Sirojiddin O'shi, siz bilan bizning hamshaharimiz yozgan. Bismillahirrohmanirrohim. Dunyoda baxtli hayot kechirish, oxiratda esa jannatga yetish, Alloh subhanahu va taoloning jamolini, diydorini ko'rishlik har bitta musulmonning asosiy maqsadi hisoblanadi. Endi bu maqsadga yetishlik uchun biz ana shu Robbimiz subhanahu va taoloni tanishimiz kerak. U zotning buyruqlarini o'rganib amal qilishimiz kerak. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni ham, insonlarni ham faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi. Abdulloh ibn Abbos mana shu oyatning tafsirida aytadi. Ya'ni ibodat uchun yaratdim degani faqat meni tanishlari uchungina yaratdim ma'nosini anglatadi. Bu Abdulloh ibn Abbosning bergan tafsiri. Ibodatda birodarlar to'g'ri bo'lishi uchun dinimizni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Alloh taologa ibodat qilishning asl mohiyati ham, u zotni tanishning asosi ham aqoid ilmida bayon qilinishganligi bois, mana shu aqoid ilmi, aqida ilmi ilmlarning eng sharaflisi va eng asosiysi hisoblanadi. Aqida ilmi dinning asli bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda aqida musulmon odam nimalarga ishonishligi kerak, nimaga e'tiqod qilishligi kerak, shuni ta'limini beradigan ilm bo'ladi. Mana endi aqoid ilmining, endi aqoid deganda aqidani tushunaverasizlar. Aqoid ilmining lug'aviy va istilohiy ma'nolari. Aqoid so'zi lug'atda ishonib bog'langan narsalar ma'nosini anglatadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadi: aqli raso, balog'ati yetgan har bitta banda qalbini unga mustahkam bog'lashi lozim bo'lgan shar'iy e'tiqodiy hukmlar ko'zda tutilgan. Ya'ni aqli joyida balog'atga yetgan musulmon qalbini nimalarga bog'lashligi kerak? Qalbi bilan nimalarga ishonishligi kerak? Nimaga e'tiqod qilishligi kerak? Shu narsani o'rgatadigan ilm aqoid ilmi deyiladi. Aqida ilmi deyiladi. Demak, shar'iy hukmlar, ular ikkiga bo'linadi. Bu e'tiqodiy hukmlar, amaliy hukmlar. E'tiqodiy hukmlar deganda nimani tushunamiz? Faqat ishonishimizga taalluqli bo'lgan shar'iy hukmlar. Allohning borligiga ishonishimiz kerak, ishonamiz. Jannat, do'zax, qiyomat, tarozi, hisob-kitob.
Biz bunga ishonishligimiz shart. Bu shariy hukm. Shuni qabul qilsak, demak, e'tiqodiy hukmda to'g'ri bo'ldik. Endi amaliy hukm nima desa, shu ishongan narsalaringizdan kelib chiqqan holatda shariat sizga qilishingiz kerak bo'lgan, sizga buyurilgan amallar. Namoz, roza, zakot, haj. Demak, e'tiqodiy hukmlar hamda amaliy hukmlar. Istilohda esa aqoid ilmiga shunday ta'rif berilgan. Dirosatul ahkamil e'tiqodiyya fi shariatil islamiyya. Nima u? Islom shariatidagi e'tiqodiy hukmlarni o'rganish aqoid deyiladi. Birodarlar, bu aqida ilmi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Demak, bid'at. Mazhab ham bo'lmagan payg'ambarimiz davrida. Demak, bid'at. To'ppa-to'g'ri. Bid'at degani keyin paydo bo'lgan yangilik. Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan narsa bid'at, to'g'ri. Faqat bid'atni yaxshisi bor, yomoni bor. Shariat ramkasidan chiqmagan yangilikki, musulmonlarga foydasi bor. Bu yaxshi bid'at deyiladi. Mazhab ana shu yaxshi bid'atlardan. Mazhab kitob-u sunnatga asoslangan, kitob-u sunnat bergan ramkadan chiqmagan, balki mana shu kitob-u sunnatni tushunishimiz, o'rganishimiz uchun tuzilgan maktab. Shuning uchun mazhab kerak emas degan ukalarimiz uje mazhab kerak emas demay qo'ydinglar. U zo'r. 50% tuzaldinglar uje. Endi aqidaga osilyapsizlar. Mana endi aqidani nimaligini ham o'rganaylik. Birodarlar, bilasizlarmi, bu aqidaviy muammo qachon kelib chiqdi? Usmon ibn Affonni qatlidan boshlandi. Ali ibn Abi Tolibning qatlida davom etdi. Shu davom etib keladi. Inil hukmu illa lillah. Ali ibn Abi Tolibning yonida yurgan qorilar, jang maydonidagi kuchli jangchilar, yoshlar, ilmsiz yoshlar, shijoati qattiq, tunlarda namoz o'qiydi, kunduzlari Qur'onda, jang maydonida eng peshqadam jangchilar Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu bilan o'rtasida, Ali ibn Abi Tolib o'rtasida bo'lgan mana shu fitnada xalifalik Muaviya roziyallohu anhu o'tib ketdi. Shunda Ali ibn Abi Tolibning yonida turganlar, sen xalifalikni ishini, xalifa saylash ishini ikkita odamga topshirding. Tahkim voqeasini bilamiz, birodarlar. Muaviyat ibn Abu Sufyon tomonidan Amr ibn al-Os keldi vakil bo'lib. Ali ibn Abi Tolib tomonidan kim keldi? Abu Muso Ash'ari. Shu yerda ikkalasi hal qilishdi. Xullas, o'shada bo'lgan ishlar darslarimizda bor. Xalifalik Muaviya roziyallohu anhu ga o'tib ketdi. Shunda Ali ibn Abi Tolibning yonida yurgan yoshlar, sen xalifa saylash ishini odamlarga topshirding. Xalifani saylash Allohning ishi edi deb turib, sen kofir bo'lding deydi. Qorilar, yoshlar, shijoatlik, e'tibor beringlar, yoshlar va ilmsiz yoshlar. Ali ibn Abi Tolibni kofir deydi. Inil hukmu illa lillah deydi. Ali ibn Abi Tolib aytadi, kalimatun haq urida bihal batil. Haq kalima hukm Allohniki bo'lish kerak degan, lekin uni orqasidan botil narsani maqsad qilishyapti dedi. Ali ibn Abi Tolibdan ajrab chiqib ketishdi, havorijlar mana shundan kelib chiqdi. Shu bu ummatning ustida bu havorijlarning xatari turibdi. Qur'on oyatlarini o'qib, uni orqasidan o'zlarining siyosiy maqsadlarini, boshqa bir shaxsiy manfaatlarini, maqsadlarini amalga oshiradigan bo'ldi. Shu birodarlar, bu ummatning ustida shu muammo bor. Oyatlarni, hadislarni aytib, zohiriga qarab ma'no chiqarib, musulmonlarni kofir deganlar shu havorijlar. Oyatda tarjimasini eshitib turib, palonchi kofir, palonchi fosiq, Alloh osmonda anday qildi, manday qildi. Birodarlar, bu Qur'on sunnatni siz bilan biz salafi solihinlarning birinchi 3 asrda yashagan musulmonlarning fahmi bilan tushunishimiz kerak. Qur'onni, hadisni, kitobi sunnatni
payg'ambarimiz maqtagan 3 asrda yashagan odamlarning fahmi bilan fahmlashligimiz kerak. Men ham yangi kitob o'qib, arab tilini sal o'rganib, arab tiliga tishim o'tib qolgan paytda Qur'on oyatlarini o'qisam, tushunyapman-da ma'nolarini. O'qiyapman. Ibrohim alayhisalom qissasini. Yulduzni ko'rib turib, bu meni Robbim dedi. Yo'qib ketgandan keyin, unaqa yo'qib ketadiganga sig'inmayman dedi. Keyin oyni ko'rdi, mazmuni. Oyni kattaroqligini ko'rib turib, mana shu meni Robbim dedi, u ham yo'qib ketdi. Keyin quyoshni ko'rdi. Falamma ra'ash-shamsa bazigan qala hada robbi hada akbar. Quyoshni kattaroq ekanligini ko'rib turib, mana shu kattaroq ekan, mana shu meni Robbim dedi. U ham yo'qib ketgandan keyin, agar Alloh meni hidoyat qilmasa, men adashuvchilardan bo'lib qolaman ekan dedi. O'qidim. Nima xulosa keldi sizlarga? Demak Ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan ekan avval. Nauzubillah. Yulduzga sig'inibdi, quyoshga sig'inaman debdi. Ko'ryapsizmi xatarni? Shuning uchun oyatni, manaqa oyat bor, bular amal qilmaydi deganda jon ukalar, xulosa qilib olmanglar. Oyatni zohiri bilan hukm qilish. Uni ana shu birinchi 3 asrda yashagan olimlar tushungandaqa tushunmasdan o'zimizcha xulosa qilib olish musulmonlarning orasida parokandalik, fitna va qonga olib boradi. Tushuninglar, gugut ko'tarib yurgan yosh bolaga o'xshaysizlar agar oyatni zohiri bilan ketsanglar. Tasavvur qiling, ishga ketyapsiz, ikkita bolangizni qoldirib. Lekin jumaga ketyapsiz. Qarasangiz gugut tutib olib cho'ntagiga soldi. 8 yashar, 7 yashar ikkita o'g'lingiz. Chiqib ketaverasizmi? Ko'rdingiz gugut cho'ntagiga solganini, chiqib ketaverasizmi? Nima qilasiz? Mana shu oyatni zohiri bilan hukm qilishlik gugut ko'tarib yurgan yosh bolaga o'xshaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "La tanzur ala man qala, fanzur ala ma qala." Kim gapirayotganiga qarama, nima deyayotganiga qara. Siz uchun falonchi domla aqidasi buzuq, yomon yo'ldan ketgan, adashgan deb qo'ydi. Endi u to'g'ri gapni gapirsa ham olmaysizda. Masalan biz 5 kere 5 25 desak ham boyagi ukalarimiz olmayapti. O'sha olmayotgan ukalarga aytamiz: "Jon ukalar, biz sizlarni yomon ko'rmaymiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga achinamiz. Sizlar gugut ko'tarib yurgan yosh bolaga o'xshaysizlar. Uyiga o't qo'yib yuborsa yosh bola, qolib kuyib yo'g'ib ketadi, yo o't qo'yib yuborib qochib chiqib ketadi." Juda ham xatarli mavzu. Oyatni, hadisni zohirga qarab xulosa chiqarishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar, albatta Banu Isroil 71 firqaga bo'linib ketdi. Nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketdi. Meni ummatim 73 firqaga bo'linadi. Shulardan bittasi najotda, bittasi haqda. Qolgan hammasi zalolatda. Kim u firqatun nojiya yo Rasululloh deyishdi. Najot topuvchi o'sha bitta firqa kim deganida Rasululloh aytdilar, men va mening sahobalarimning yo'lini ushlaganlar dedilar. Ana shu najot topadigan firqa, toifa bu ahli sunna val jamoa deyiladi. Siz bilan biz ahli sunna val jamoaning vakillarimiz. Ahli sunna val jamoa degani sunnatni ushlagan musulmonlarning katta qismi degani. Musulmonlarning katta qismiki sunnat yo'lini ushlagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Xoyrul quruni qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum." Asrlarning eng yaxshisi mening asrim dedilar Rasululloh. Mening va sahobalarimning asri. So'ngra ulardan keyingilarning asri. 2-100 yillik. Thumma alladina yalunahum. So'ngra ulardan keyingilarning asri. 3 asrni Rasululloh maqtadilar. Demakki mana shu 3 asrda yashagan olimlar haq ekanligiga shu hadis dalil bo'ladi. Imomi Maturidi desachi ukalar 220-300 yil buni yashagan odam deb tushunar ekan ichinglarda ayrim odamlar. 1000 yilda u yoqda yashagan u odam. Hech narsani bilmaydi. Bitta biladigan narsasi Maturidilar Allohni hamma yerda deyshadi. Maturidi yomon, Maturidi adashgan. Shu uni u yog'iga o'ta olmaydi. Va o'sha bilmaydigan narsasini kelib turib Maturidi aqidasidagi domladan so'rashlikka jur'at ham qilmaydi, xohlamaydi ham. Chunki yomonlab qo'yilganda. Ahli sunna val jamoa. Demak, musulmonlarning katta qismi ki sunnatni mahkam ushlagan.
Ahli sunna val jamoada kim aytiladi? Aqida yo'nalishida Imom Moturidi, Imom Ash'ari yo'lini ushlaganlar, fiqhiy yo'nalishda to'ralar mazhabni ushlaganlar. Sizning ahli sunna val jamoadan ekanligingizni dalili aqidada mana bu ikkala maktabdan bittasida bo'lasiz. Fiqhiy yo'nalishda mana to'ra mazhabdan bittasi ushlaysiz. Shu ahli sunna deyiladi. Birodarlar, Imom Ash'ari, Imom Moturidi ahli sunnaning aqidasini himoya qilgan imomlar 3 ta bo'lgan. Imom Tahoviy Misrda faoliyat olib borgan bu kishi. Imom Ash'ari Iroqda faoliyat olib borgan. Imom Moturidi Samarqandda. Ahli sunna va jamoaning aqidasiga har xil firqalar, oqimlar, falsafalar hujum qilgan paytda mana shu uchala imom ahli sunnaning e'tiqodini himoya qilishlikka bel bog'ladi. Uchala imom taxminan bir vaqtda yashagan. Imom Tahoviy sal burunroq yashagan, Imom Ash'ari va Imom Moturidi 333-yilda o'tgan. Bular bir-birini ko'rmagan, bir-biri bilan aloqa qilmagan, bir-birini borligini ham bilmagan. Lekin olib borgan ilmiy izlanishlarning natijasi 95-97% bir xil chiqqan. Demak, mana shu uchala imomning tutgan yo'li aqidasi ahli sunnaning aqidasi ekanligini dalili. Tushunyapsizmi? Shu beriga 5-3% u lafziy ixtiloflar xolos. Endi mana shu uchala imomni yashagan davriga bir e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Imom Moturidi va Imom Ash'ari 333-hijriy yilda vafot etgan. Demak, bular 3 va 4-asrning vakillari. Payg'ambarimiz maqtagan 3-asrga elashyapti. Bizi imomimiz Imom Moturidini 100 yil yashagan degan rivoyatlari bor. O'shunda 67 yil 3-asrda yashagan bo'lyapti, 33 yil 4-asrda. Demak, biz Imom Moturidi yo'lini ushlagan paytimizda aqidada payg'ambarimiz maqtagan 3-asrdagi odamga ergashayapmiz. Salaf solihinlar deyiladi 1-3 asr. Demak, avvalgi haqiqiy salaf solihinlarga ergashayotganlar bu Imom Moturidi aqidasini, Imom Ash'ari aqidasini ushlaganlar. Tushuninglar, oyat hadisda farqiga bormasligingiz mumkin, mayli, lekin raqamni farqiga borasizlarmi? 14 gacha sanashni bilsalar yetadi. 15-asrdamizmi hozir biz? 1442-yil 15-asrga o'tdik. 14 gacha sanashni bilsalar yetadi. 1-3 asrda payg'ambarimiz maqtadilar, 3-4-asrda yashagan ikkala aqida imomlari. Endi yana nima dey? Sizlar Ibn Taymiyani e'tiqodini ushlayapsizlar, ukalar, 7-6-asrda yashagan. Yana salaflarga ergashamiz deyapsizlar. Ibn Taymiya Alloh rahmat qilsin u kishini salaf solihinlarga kirmaydi. 14 gacha sanashni bilasizlarmi? Demak, siz bilan bizning aqidamiz, birodarlar, 1100 yildan beri bizi yurtimizdagi musulmonlarni e'tiqodini tarbiyalab kelayotgan aqida maktabi. Bizi aqidamizga 1100 yil bo'ldi. Aqida maktabimizni shakllanganiga. Kelishdingmi? Ummat shu kungacha shu ikkita aqida maktabini 4 ta fiqhiy mazhabda ushlab ahli sunna bo'lib keldi. Ana shu Imom Moturidi aqidasiga ko'ra bitilgan eng mo'tabar asarlardan 4 tasini sanasak, ular quyidagilar bo'ladi. Imom Moturidi aqidasidagi mo'tabar 4 ta asar. Eng birinchisi bu Fiqhul Akbar. Bu mazhab boshimiz Imom Azam Nu'mon ibn Sobit rahimahullohning qalamiga mansub bo'lib, aqida ilmiga bag'ishlab yozilgan birinchi kitob hisoblanadi. Sizlar nimaga Abu Hanifa mazhabida turasizlar, lekin Moturidi aqidasida turasizlar? Nimaga Abu Hanifani aqidasida turmaysizlarmi deydi. Birodar, nima deyapsan? Nima deyapsan? Tushunyapsanmi o'zing nima deyotganingni? Ana shu Imom Moturidi, Imom Abu Hanifani aqidasida. Tushuninglar. U kim aytdi Abu Hanifani aqidasi boshqa, Moturidiniki boshqa deb? Ayni Abu Hanifaning aqidasi. Birinchi aqida kitob Fiqhul Akbar. Ma'qulmi? Aqidatut Tahoviya. Ikkinchi mo'tabar manbamiz Moturidi aqidasida. Bu Hanafi mazhabida bo'lgan mashhur alloma
Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Abdul Malik Tahoviy rahimahullohning qalamiga mansub. Imom Tahoviyning Aqidatut Tahoviy kitobi Moturidi aqidasidagilar ham hurmat qilib o'qiydi. Ash'ari aqidasidagilar ham hurmat qilib o'qiydi. 3-asar Aqoidun Nasafiyya. Bu Imom Nasafiyning qalamiga mansub. Vatandoshimiz birodarlar Umar Nasafiyning qalamiga mansub bo'lib, Moturidiyya aqidasining eng mo'tabar matnlaridan hisoblanadi. Badul Amoli asari siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shining qalamiga mansub. Mana qarab turinglar. Mana shu to'ralar aqida matnlarini mualliflari qaysi davrda yashagan? Oloddin domlamiz rahmatliga bir ziyoratiga tushganimizda madrasada endi bir dars beramiz talabalarga. Bir gapda aytgan edi. 800 yil, 1000 yilda u yog'ida yozilgan kitoblarni o'qitish kerak. Yoshlarga shunda ixtilof bo'lmaydi degan edi. Qaytarib aytaman, 800 yil, 700 yil, 1000 yilda u yog'ida yozilgan kitoblarda o'qilsa, shu ixtiloflar bo'lmaydi deb aytgan edi. Alloh rahmat qilsin ustozimizga. O'sha ixtilof qilayotgan, muammoni ko'tarayotganlarni qarasanglar, o'sha 700 yil, 800 yilda bu yog'idagilar. Fiqhul akbar. Abu Hanifa rahimahulloh 80-hijriy yilda tug'ilib, 150-hijriy yilda vafot etgan. Bu kishi 1 va 2 asrning vakili. Abu Hanifa tobein 6 ta yoki 7 ta sahobani ko'rgan deyiladi. Abu Hanifa tobein. O'shuning uchun Abu Hanifaga ergashayotganimizda payg'ambarimiz maqtagan 2-asrga biz ergashayapmiz. Mazhab kerak emas demay qo'yishdi. Rahmat. Chunki fiqhiy masala chiqsa, baribir mazhabga murojaat qilish kerak ekan. Shuning uchun sizlarda aqidalar buzuq, mazhab kerak emas degan ukalarimiz mazhab kerak emas demay qo'ydi. Uje 50% tuzaldi. Endi aqidaga tosh otish qoldi. Ozgina sabr qilib turaylik. Ilm yoyilgan sari bu narsa ham o'rniga tushib qoladi. Biz xotirjammiz o'zimizni yo'limizni to'g'riligida, haqligida, shubhamiz yo'q. Yana qaytarib aytaman, yomon ko'rmaymiz o'sha ukalarimizni. Biz achinamiz, aldanib qoldi ukalarimiz. Aybi ishonuvchanligi. Aybi qalbini tozaligi. Aybi oyat hadisda aytsanglar haqni gapiryapti deb ishonganligi soddaligi. Yomon odamlar emas ular. Qaranglarda 5 yil, 6 yil burun unaqa emas edi bu bolalar. Xulqi ham joyida edi, kattani katta, kichikni kichik der edi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Demak, Abu Hanifa 80-150-yillarda yashaganlar, u kishi tobein bo'lgan. Imom Tahoviy 239-yilda tug'ilib, 321-yilda vafot etgan. Bu kishi 3 va 4-asrlarda yashagan. 3-4-asrda yashagan. Imom Nasafiy 537-hijriy yilda vafot etgan. Demak, 6-asrda yashagan. Badul Amolining muallifi bizni hamshaharimiz Sirojiddin O'shi 500-hijriy yillarda deyiladi, aniq emas, lekin vafot etgan yili 575-yil deyiladi. Bu kishi ham 5-6-asrda yashagan bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Bizi aqida matnlarimiz qachon yozilgan? 800 yilda u yog'ida yozilgan kitoblar. Shuning uchun ta'kidlab aytamiz, birinchi maqtalgan 3 asrga ergashayotganlar bizmiz. Badul Amolining muallifi Sirojiddin O'shining tarjimai holi. Sirojiddin O'shi Moturidiyya mazhabidagi mashhur ulamolardan hisoblanadi. Biz bu bilan faxrlanishimiz kerak, o'shlaylar. Biz o'sh ahli faxrlanishimiz kerak. Mana shunday inson chiqqan. Moturidiyya aqidasini 4 ta eng mo'tabar manbasi, matni deyilganda bizni shaharimizdan tilga olinyapti. Sirojiddin O'shi. Manbalarda Sirojiddin Farg'oniy, Hanafiy, Moturidi deb e'tirof qilingan. Endi o'zining ismi Sirojiddin Ali ibn Usmon O'shi bo'lib, o'sha vaqtlarda Farg'ona viloyatiga, Farg'ona o'lkasiga qarashli bo'lgan O'sh shahrida hijriy 500-yillar atrofida tug'ilgan. Bu zotning shayx, imom, qozi kabi unvonlari aytilgan. Endi ilm darajasini qanaqa bo'lganligi yozgan asarlardan ham bilinib turibdi. Bu kishining mana yozgan ayrim asarlariga murojaat qilamiz. Juda ko'p kitob yozgan, shulardan ayrimini aytamiz. Fatavoy Sirojiyya. Bu
ko'plab fiqhiy mushkul masalalarning yechimiga bog'langan Hanafiy mazhabiga oid muhim kitob hisoblanadi. Fatavoi Sirojiya. Yana biri G'urarul Axbar va Durarul Ash'ar. Nisobul Axbar li tazkirati ahyar fi ahadisi Nabiyil Muxtor. Savog'bihul Axbar, Muxtalafur rivoya va bunga o'xshagan kitoblari juda ham ko'p. Ana shu kitoblarning orasida birodarlar Badul Amoli asari. Badul Amoli asari bir o'zgacha asar. Chunki o'shlik odam arab tilida nazm uslubida, ya'ni she'r qilib, ahli sunnaning aqidasini 60 tadan oshiqroq qatorga sig'dirib qo'ygan. Tushunyapsizlarmi? Bu talant. Birinchidan arab tilini mukammal biladi. Aqidasini mukammal biladi. Shoir, iqtidor. Yana qaytarib aytaman. Maturidiy aqidasiga ko'ra musulmonlar bilish kerak bo'lgan ilmni arab tilida she'riy uslubda bitib qo'ygan va hamma baytning oxiri lom bilan tugaydi, lom harfi bilan. Shuning uchun bu kitobni yana Qasidatul Lomiya ham deyiladi. Bilamizmi shu kishini, shu asarini? Badul Amoli asari Hijriy 569-yilda yozib bitilgan. Badul Amolini mana shu Maturidiy aqidasida yurgan musulmonlar orasida nihoyatda bir mahbub, mashhur kitoblardan bo'lganligi dalili bu kitobga juda ham ko'p sharhlar yozilgan. Aytyapmiz, 60 tadan oshiqroq qator she'r, endi buni sharhlagan olimlarning kitoblari ham juda ko'p. Halil ibn Alo Najjori Yamani bu kishi mana shu Badul Amoliga sharh yozgan. Izziddin Muhammad ibn Abu Bakr Jamoa bu kishi yozgan. Bular hammalari ana shu biz aytgan 700 yil, 800 yilda bu yerda yashagan ulamolar. Mulla Ali Qori bunga Zoul Maoli asarini yozgan, Badul Amolining sharhi. Husayn ibn Ibrohim ibn Hamza ibn Hilol bu kishi ham sharh yozgan. Bilingki, bitta matnga sharhlar ko'p yozildimi? Demak, mana shu kitobni mo'tabar ekanligiga shu narsa dalil bo'ladi. Biz o'qiyotgan Badul Amoli yozilgan sharh Tuhfatul Avliy kitobidagi matn asos qilib olingan. Mana endi birodarlar, kitobni o'ziga bevosita kirishamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.